Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun yana bitta talabamiz Latviyaning eng yaxshi universitetlariga viza oldi. Qahramon tabriklaymiz. Rahmat aka. O'zingizni tanishtiring, Qahramon yoshingiz nechida o'zi? 18 yoshdaman. Bu yil 2026-yil akademik litsey bitirdim. Yilni boshidan sizlar bilan ishlashni boshlaganman, yanvar oyida. O'zi yanvar oyida nimaga biza bilan voqli ish boshladingiz? Shuni ayting. Voqli ish boshlashim sababi universitetga topshirishga hujjatlarni topshirish tig'iz bo'lib qolmasin deb bemalol hech qanaqa qiyinchiliklarsiz davom ettirdim. Mana bugun vizalarni oldilar. Hozir mana yanvar oyida chegirma bilan yutib oldingiz. Chegirma bilan yutib oldim. Chegirma bilan o'qishga topshirdingiz biza bilan. Topshirdim. Qaysi o'qishga kirdingiz? Latviyadagi eng nufuzli universitetlardan biri Riga texnika universitetiga topshirdim. O'zi u yerda akangizlar, tanishlar bor. Ha, u yerda bor tanishlar. Shulardan maslahat olib, universitetga topshirdim. Xudoga shukron ekan. Latviyaga vizam ham oldim. Universitetga topshirish jarayonlari juda oson o'tdi sizlar bilan. 2026-yil mana 6-avgust kuni vizangizni oldingiz. Endi nima qiyinchiliklar bo'ldi? Protsessni aytib bering, nimaga harakat qildingiz o'zi? Protses to'g'risini aytsam, unaqa qiyinchilik bo'lmadi. Albatta bu sizlar bilan ishlaganim sababi. Vizaga topshirganimda ham suhbatlar qilishmadi. Men juda kutdim, qo'ng'iroq qilib suhbat qilishni. Lekin oxirgi kuni ham suhbat bo'lmadi. Menga просто tak SMS keldi, vizamni olib ketdim. Vizani oldingiz. Oldim. Ko'ryapsizlarmi, agar Latviyadagi mana shunaqa top universitetlarga, yaxshi universitetlarga vizaga topshirsangiz, telefon ham qilishmaydi, suhbat ham bo'lmasdan viza chiqadi. Talabalarga nima maslahat bergan bo'lardingiz o'zingiz endi? Talabalarga maslahatim, albatta bu konsalting bilan ishlasangiz sizlar uchun juda ham qulayliklar ko'p. Hech qanaqa hujjat topshirishlardan, protsesslardan qiynalmaysizlar. Bemalol topshirib, ular o'zlari yordam berishadi, har tomonlama suhbatlarga ham tayyorlashadi. Universitetlar, chet davlatdagi universitetlar, misol uchun ko'plari bilan ishlashadi. Asosan Latviyadagi universitetlarning hammasi bilan ishlashadi deyarli. Shuning uchun bular bilan ishladim men. O'z vizamni oldim, hujjatlarimni topshirdim. Protsesslar juda ham yengil bo'ldi, to'g'risi. O'zi bizadan boshqa konsaltinglarni ham ko'rdingizmi? To'g'risini aytsam, men boshqa konsaltinglar bilan suhbatlashib ko'rdim. Ularni aytishi bo'yicha boshqa davlatdagi faqat o'zlari ishlaydigan universitetlar bilan menga taklif berishdi, hujjat topshirishni. Ertuni hech kim maslahat bermadi. Yo'q, Ertuni faqat bu konsalting maslahat berishdi. Shu sababli bitta Ertu emas, boshqa davlatdagi turli xil universitetlarga ham topshirishni taklif qilishdi, lekin men o'zimga Ertu yoqqan sababli, har tomonlama ma'qul bo'lgan sababli sizlar bilan ishladim. Qahramon nima demoqchilar? Aynan biza Latviyadagi xohlagan institutga qilib beramiz. Ko'p agentliklar bitta-ikkita institutga qilsa, biza misol uchun Ertu deysizmi, Ersu deysizmi, University of Latviyami, eng topoviy TCIlarga ham uchasini ichida birinchi o'rinda turadigan universitetlarga bemalol qilib bera olamiz. Biza bilan ishlash sizga yoqdimi? Yoqdi albatta aka. Tabriklaymiz vizalar bilan, o'qishlaringizga omad. Rahmat aka, sizga ham. Agarda sizlar ham Latviyada o'qimoqchi bo'lsanglar, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Biz sizlarga hamma protsessda yordam beramiz.